Tayyor biznes uchun 007 bekati sotuvga qo'yilyapti. Reklamalar hamma narsasi bilan tandirlari bor. Mana shunday ko'rinishda. Buning manzili Boton bo'lsa, Gullanko'rikdan keltirganimizda Pamashtdan o'tib, ya'ni Karusel parkning qaptali hisoblanadi. Mobozorning yo'lining usti. Mobozordan bu yoqqa Mobozorga ketamiz. Iqtisod kollejdan, ya'ni hozir 82-maktabdan ma'noyinda mana shu 007 bekati xudoga sotuvga qo'yilyapti. Tandirlari bor. Ishsida muammosi yo'q. Bu yamizda mana yer kirallari bor. Akvariumlar uchun, balıkxona uchun qilingan. Mana shunda reklama afishaalari ham narsasi bor, ko'rsatib bo'ladi. Bu yog'imizda Boton bo'lsa, mana ichki tarafi hamma narsasi tayyor. Xudo xolasa yurtib ketaman deganlarga ozgina jihozlarimiz bilan, xolodilniklarimiz bilan kelsangizlar, xudo xolasa tayyor biznes. Bu yog'imizda mana kerak Boton postoda sosida hamma narsasi bor, kameralar uchun narsalar ham bor ekan, mana ko'rsatib bo'ladi. Atak mana shu xudo xolasa tayyor biznesimiz. Hamma narsasi bilan nasib bo'lsa sotuvga qo'yilyapti. Konditsionerlari bor. Mana shu remontidan normal holatda. Bu yamizda PlayStation bilan televizor olib ketiladi, qolgan narsalar qoladi deyilyapti. Ko'rsatib bo'ladi. Bu yamizda yana bir shunday xona qilib qo'yilgan ekan, mana ko'rsatib bo'ladi. Endi kimga qanday o'zlariz bir ko'rishtirib, o'zlaringizga plan qilib asoslab bo'ladi. Endi bu yerning narxini aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bo'rimizning narxini keladigan bo'lsak, bo'rimizning narxini aytishdan oldin YouTube kanalimizga podpiskani bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bo'rimizning narxini 130 million so'm aytib yana aytib barishib kelish to'nlari bor deyilyapti. Xudo xolasa kimga qiziq qolgan bo'lsa, telefon qilib bog'lanib, baraka qilsa bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mahmud Makler kanali.